Derazadan qarasam tashqari yoqda yomg'ir xo'p yog'moqda erta nahorda. Men-ku issiq uydaman, onam yiroqda, ahvolin bilmayman qandayin holda. Yaxshiyam baxtimga bordir telefon, sim qoqib chaqirsam labbay deydilar. Jon bolam, tuzukmisan, sog'misan, omon? Suhbati maroqli gap boshlaydilar. Bolalaring qanday? Bari yaxshimi? Gulyoraga qara ozib ketibdi. Asilbegim qani? So'suv yaxshimi? Hadichamni sog'inchi toshib ketibdi. Barisin sog'indim, ko'rgim kelyapti. Hali pensiyam chiqsin, borib kelaman. Yoningdagi kelinim nima deyapti? Bir hafta yo 10 kun turib kelaman. Aslida onani baxti nimada? Farzandini ishlari yurishganida. Har zamon bo'lsa ham bari bir joyda baxtda mast bo'lishib kulishganida. Men bo'lsam onamni ko'nglini olib, yaxshimisiz, sog'misiz, bor bo'ng deganim, shashlik yo somsani qo'ynimga solib eslolmayman. Qachon borib ko'rganim. Bir oycha bo'libdi yuzlashganimga. Suhbatimiz uzoq davom etgandi, sochlariga oq tushib onajonimga yuzlariga ajinlar tushib ketgandi. Esimda o'sha on yoshlik chog'imda dadam traktorchi, onam gektarchi, erta tongdan bolam deb chopar har kunda. Peshonadan achchiq ter to'kilib tomchi. Birovdan kam qilmay qiynalsalar ham usti boshim but, qornim to'q edi. Ba'zida ko'nglimiz to'lmay desak kam, bizga quvonch berib o'zi g'am yedi. Hali ham esimda avgust oxiri 5 farzand shaylandik maktab bormoqqa. Dadamni pul yo'q ekan ochig'i, ro'zg'or but edi-yu kiyim qilmoqqa. Shunda onam o'ylab ming bir tashvishni dadamga yelkadosh bo'lish niyatda boshlab yubordilar nonlar yopishni. Sotishga olib ketdik uzoq brigadga. U yerda ko'p edi piyoz ekanlar. Vaqtlari yo'q edi nonni yopgani, kunda bo'ldi 50 ta opkang deganlar, bizlarga shans bo'ldi eltib sotgani. Har safar pullarni sanaganimda bir qarab qo'yardim onajonimga. Derdilar, toliqib charchasalar ham quvonar pulni ber dadajoningga. Qanday bu damlar og'ir bo'lsa ham eriga ko'makchi bo'lgan ayollar, mushk ambar iforli yuzlari zamzam, umrbod yashangu aslo o'lmanglar. Shunday qilib o'tdi og'ir kunlar ham o'tmish bo'lib qoldi o'sha xotira. Ulg'aydik bekam ko'z qadam ba qadam, lek onam bardosh so'nmaydi sira. Deydilar, bolangga mehrli bo'lgin, ular aslo bilmasin g'amga cho'kkaning, ahli ayolingla o'ynagin kulgin, shudur baxtga to'lganing sening, peshonangdan achchiq ter tomchi to'kkaning. Qaniydi qo'limda imkonim bo'lsa, haj yoki umraga bilet olardim. Hokipoyin o'pib onajonimla muborak safarga borib kelardim. Allohdan so'rayman har nafas har dam, onamni umrini ziyoda qilsin. Yuzlariga nur berib ey qodir egam, hoji ona bo'lib o'ynasin kulsin. Baxtimizga doimo sog' omon bo'ling. Siz tufayli aziz bekman, to'raman. Uyimizni fayzisiz yuzlarga to'ling. Onajonim sizni yaxshi ko'raman.